Assalomu alaykum, brat. Налоговый komitet qayerda joylashgan? Respublikanskiy налоговый. Da qarang aka, hozir mana shundan to'g'ri yurasizda, pоворotni o'ngga qayrilganingizda to'g'ridan chiqadi aka. Rahmat. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim-u, bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Investitsiya projekti bilan Finadelga kirsam, oldin Investdan konsultatsiya olib, keyin shotingiz qaysi bankda bo'lsa, o'sha yoqqa boring deyishdi. Yo'q, firmani промышленный zonaga ko'chirsak, kommunalka va налогdan lьготasi bor ekan. It's good idea. Men ham NDSda qaytarish bo'yicha dokumentlarni topshirdim va dohodni отчетlarni ham vaqtida berganman. Оборотdan налог to'lamaysizmi? Agar problem bo'lsa, Primoy elektron soliq xizmatlari portaliga murojaat qiling. Sen bo'lmasang nima bizga silliq she'rlar. Bu dunyoda tili yo'qda dil yo'q derlar. Bahoying-ku berib ketgan alisherlar. Yuragimning tubidagi so'nmas gulim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Ligota deyishadi. Narushение qilmasang проверка bo'lmaydi. Наоборот, налоги ham protsent kamayadi. Taможнida ham зеленый koridor deyishadi. Shu rostmi? Albatta. Taможный koridorni bilmadimi? Bojxonaga kirganingizda yashil yo'lak bor. Ligotani bilmadimi? Imtiyozlar yetarli. Proverkadan xabarim yo'q-u, asosiy tekshirishlar yo'qligi aniq. Prosentni bilmadimi? Boj foizlari, soliq yuklari yildan-yilga kamayishi ayni haqiqat. Bir qarasam har shevangda ming jilolar, har novdangda, har mevangda ming jilolar. Qodiriylar, So'lponlar u Abdullohlar, seni qaytgan kuning meni mavlud yilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Biz soliq organlari xodimlari amaldagi qonunlarga so'zsiz rioya qilish va ular ijrosini to'liq ta'minlashni o'z burchimiz deb bilamiz. Ko'p millat yurtimizda yashayotgan barcha millatlarning qadriyatlari, ona tilini hurmat qilamiz. Shuning uchun har bir ishda, har bir so'zda, har bir xalqning ona tili sofligini qadrlaymiz. Davlat organlarida davlat tili me'yorlariga qat'iy rioya etilishi tarafdorimiz. Zero davlat tiliga bo'lgan hurmat shu vatanda yashayotgan har bir fuqaroning burchi va ushbu davlatga bo'lgan hurmat belgisidir.